Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Sizlarga gullarimni ko'rsatib chiqmoqchiman. Gullarimni tashqaridan uyga kirgizdim. Quyoshga qo'ygan edim. To'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan qilib, endi hozirgi quyoshlar biroz issiqlik qilyapti, sababi barglariga oz muncha kuyish paydo bo'ldi. O'shaning uchun hozir uyga kiritib, uyga joylab chiqdim. Giron gullarini har xil sortlaridan bor. Bariga shunaqa rangli va bunaqa chiroylisi, oddiy giron. Shunaqa sortlaridan va hammasi gullavatibdi gironlarim. Mana atirgullik. Atirgullik gullagan katta yirik gul. Ham chiroyli gullagan. Buni ko'rsangiz barigi ham tuzilishi boshqacha. Barigini shakliga ahamiyat bersangizlar, bu gallan sorti. Judayam chiroyli, yirik katta gullaydigan. O'zi barigidan bilinadi bunaqa gironlar. Bu gironlar nisbatan barigi gullik bo'ladi. Mana o'zimizda uchraydigan oddiy giron, o'zimizning do'konlarda ko'p uchraydi bu. Bu yerda yakka bargli gullaydigan. Bunaqa gullaydigan gironni barigi shunaqa rangli bo'ladi. Gullari esa yakka bargli bo'ladi. Bu gulimiz biram chiroyli gullagan. Rangi ham chiroyli. Hamma giron gullarim gullab turibdi. Kecha gullarimga oziqa berdim. Oziqa tayyorlab, uni ham sizlarga hali video qilib ko'rsataman. Ularga yorug' joy bo'lishi kerak. Albatta qayga qo'ysangiz ham yorug'lik bilan ta'minlab bersangiz yaxshi o'sadi. Bu begoniya guli. Suvdurli ko'pchasidan ichadi faqat. Shunga ahamiyat bersangizlar, juda ham parvarishi oson, qiyin emas. Ko'pchilik ustidan suv qo'ygan, bu chirib qolar ekan. O'sha parvarishida picha tushunmovchilik sababli ko'pchilik boqishga qiynalar ekan. Bu gulimizni uy go'zali deb atardik. Ikki xil nomi bor. Biz buni uy go'zali deb ataymiz. Bu ham chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Bu gulimiz begoniya. Begoniyani mayda gullaydigan turidan. Bunisi begoniya. Siganska sirg'a deb ataymiz biz bu gulni. Bu ham mayda shibirg'a osilib gullaydigan turi. Bu yerda ham begoniya gulimiz. Bular tagidan suv ichadigan. Barigidan ko'paytirsa ham bo'ladi. Kameliya gulimiz. Mana gullarimiz barglari yaxshi turibdi. Agar gullarga yoz oyida sprey qilmoqchi bo'lsangiz, kechki salqinda, ertalabki salqinda qiling. Kunduzi umuman sprey obidda sprey qilmang. Yoz kunlari, saraton issiq kunlari barglarida dog' paydo bo'ladi. O'shaning uchun yoz kunlari ertalab soat 9 dan 10 gacha, obiddan keyin soat 4 dan 6 gacha bemalol sprey qilsangiz bo'ladi. Bu yerdagi gullarimiz mana
Bular suvda yaxshi quruvchi gul bo'lganligi uchun patnisda turadi. Har 2 kunda patnisiga suv solib qo'yaman. O'zi tagidan, tuvagidan ichib turadi. Holati mana ko'rib turganingizdek juda yaxshi. Suv solganingizda ham yaqdek, muzdek suv solib qo'yishingiz kerak. Уже gullab boshladi. Hidi biram shirin yaxshi ekan. Gulini ko'rtaklari ko'p, gullashga tayyorlanib turibdi. Bu yerdagi gullarimiz, bu manzara gulimiz, bu gullamaydi, shunaqa o'zidan ko'payib o'sib ketaveradi. Bu ayol baxti gulimiz. Fiks gulimizni kesishimiz kerak. Chunki sababi bitta tana bo'lib o'sib boryapti. Buni kesib, ba'zidan yon atrofidan chiqarishimiz kerak tanalar. Bu uchun mana uchidan kessak, albatta keyin qaysi bir joyidan ditka beradi. Qo'shimcha shox. Gullarimiz chiroyli bo'lib gullab turibdi. Shunaqa qilib gullarimizni joylashtirib oldik ichkari xonaga. Bu yerda ekilgan ditkalari bor. Bu yerda bu gulimiz, bu gullarimiz ham gullashga tayyorlanyapti, xuncha chiqarib. Bu yerda yangi ekilgan gullar. Bular kala gullari. Endi unib chiqsa sizlarga video qilib albatta ko'rsataman. Hurmatli gul shaydolari, Telegram gruppamizga o'tsangizlar, hamma ma'lumot joylanib boriladi. Gul urug'larini narxlari bilan yozib qoldiryapmiz. Kimga qanaqa gul urug' kerak? Albatta lechkaga yozib chiqsangizlar, yetkazib beramiz. Gullar uchun bitta like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilardik. Xayr, sog' omon bo'lingizlar.